Tug'ruqdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan 5 ta fakt. Birinchisi, tug'ruq 3 bosqichdan iborat. Birinchisi eng uzun va murakkabidir. Ikkinchisi dardning kuchi. Uni nazorat qilish mumkinmi? Oxirigacha tinglang. Uchinchisi to'g'ri havo olish. To'g'ri nafas olsangiz, tabiiy og'riq to'riqlaringiz yengillashtiriladi. To'rtinchisi shifokorga ishoning. To'g'ri paytda aytayotgan gaplarini tinglang va bajaring. Beshinchidan o'z tanangizni tinglang. O'z boshimchalik har xil qichqiriq, baqiriqlar qilmang. Sizni yirtiliqlarga, asoratlarga, razriflarga olib kelishi mumkin. Tug'ruq bu qo'rquv jarayon emas. Bu tabiiy. Homila eson-omon tug'ilish uchun u sizning qo'lingizda. Yuqorida aytib o'tilgan 5 ta faktga amal qiling va tug'ruq jarayoningizni yengillashtiring. Agar sizga bu ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchan bosib qo'ying va kerakli yana qiziqarli ma'lumotlarni oling, menga podpiska bo'lib qoling.